Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musofir yurgan birodarlar, sizlar mening diyorim kanalini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan men Muhammad Muhammadjon o'g'li. Azizlar, bugun e'tiborlarga Rossiya oblastaridan O'zbekistonga bo'ladigan eng arzon aviabilet narxlarini e'tiborlarga havola etaman. Kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlariga bemalol murojaat qilsa ham bo'ladi. Bundan tashqari kimda kim kirdi chiqdi granitsa qilmoqchi bo'lsa, granitsa xizmatlarimiz ham bor. Va kimda kim depot zapretlarni tekshirtirmoqchi bo'lsa, depot zapretlarini tekshirib beramiz. Xo'p, qani bo'lsa bilet narxlarini e'tiborlarga havola etaman. Ekaterinburgdan Toshkentga azizlar 11-martdan 29-martgacha 12500 rubl, 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Xo'p, Novosibirskdan Toshkentga azizlar 10-martdan 31-martgacha 11000 rubldan 11500 rublgacha, 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Krasnoyarskdan Toshkentga 13-martdan 29-martgacha 11000 dan 11500 rublgacha, 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoylari bilan. Sochidan Toshkentga 10-martdan 31-martgacha har kuni bor 12500 dan, 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Xo'p, Samaradan Namanganga azizlar 10-martdan 28-martgacha 11500 dan, 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Xo'p, Ufadan Namanganga 13-20-27-martga 11500 rubldan, 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Xo'p, Sankt-Peterburgdan Toshkentga 10-martdan 31-martgacha 14000 rubldan, 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan bor. Xo'p, Sankt-Peterburgdan Buxoroga ham bor. 10-martdan 28-martgacha 12000 rubldan, bu ham 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Hozircha shular. Rossiyaning boshqa shaharlaridan inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlariga bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, yana bir bor eslataman, kim kirdi chiqdi granitsa qilmoqchi bo'lsa, kirdi chiqdigan granitsaga ham arzon biletlar qilib beramiz. Taksi xizmatlarimiz ham bor. Kimda kim deport tekshirtirmoqchi bo'lsa, deportlarni ham tekshirib beramiz, zapretlarni ham tekshirib beramiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentda yozinglar, WhatsApp orqali yozinglar. Inshaalloh hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat.